Yangi chiqqan Mbappe. Unga qanday qilib to'g'ri skilllar berish kerak? Bugun shu haqida gaplashmaymiz. Nimaga? Chunki birinchi xatoni to'g'rilashimiz kerak. Qanday xato? Hamma qiladigan xato. Mana aka. Skill training. Xo'p, yangi nimaga bosamiz va mana uni bosadi. Ko'pchilik va xato qiladi. Nimaga? Chunki bunga mana akrobatik clearance tushib qolishi mumkin. Himoyachilarning statusi tushib qolishi mumkin. Qanaydir paslar, weighted paslar berib qo'yish mumkin. U bizga kerak emas. Yoki heading tushib qolishi mumkin. Buni bu o'zi uncha baland emas. Qaytamiz. Formula bosamiz. Undan keyin kontrakt va standart player. Shu yerdan mana filtrni ko'ring o'ylar. Price 0.5 qilamizda bu qaytib mana sortda bo'lib mana buni bosasiz. Shundan keyin mana shuni bitta bosasiz chiqadi. O'yinchilar chiqadi. Xo'p, mana 0 kiramiz mana. Mana hech qanday skill yo'q bunda, ya'ni shuni o'ramiz. Oldik. Yana o'qqa qaytamiz. O'qqa qaytgandan keyin Mighty bo'yagi. Xo'p, filtrlarga o'tamiz. Sortdan bosib order of signing. Xo'p, bosamiz, nima tushar ekan ko'ramiz. One touch pass, dahshat. Mbappe'ga kerak bo'lgan skilllardan biri. Chunki u gol poacher, devor o'ynashga zo'r shu. O'zi nimalar pas bilasizlar. Xo'p, endi orqaga qaytamiz. Sort. Mayli, farqi yo'q. Mbappe Player Fusion. Xo'p, bizga qanaqa nimalar bor edi, kerak edi. Bizga kerak skilllar. One touch pass qayerga ketdi mana. Xo'p. One touch pass mana shu o'yinchilarda bor ekan mana qayerlar. Bu yerga chiqqan o'yinchilar mana. Mana qo'shiladi. Bo'ldi. Agar sizga ham xuddi shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'ling yoki Telegramda bizni kuzatib boring.